Tushda ozod bo'lmoq. Hazrati Doniyorning aytishlaricha, biror kishi ozod bo'lganini yoki birovni ozod qilganini ko'rsa, bemor bo'lsa shifo topadi, qarzdor bo'lsa qarzidan qutuladi, haj qilmagan bo'lsa haj qiladi, qul bo'lsa ozod bo'ladi, gunohkor bo'lsa tavba qiladi, g'amgin bo'lsa shod bo'ladi va qayg'ulardan qutuladi. Umuman olganda, tushdagi ozodlik juda yaxshi va yoqimli holatdir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.